Ba'zi odamlarda 2-3 kunda ichini kelishi bu normal holat deb hisoblashadi. Bu yaxshi emas aslida. Kam harakatlilik, ya'ni ba'zi odamlar o'tirib ishlaydi. Hatto oylab kelmaydigan odamlarni ham eshitganmiz. Oylab kelmaydi. To'rf bo'lib ketadi, yig'ilib ichiydi. Qurt ko'payadi, qattanda chivinga o'xshagan hasharotlar keladi. Sasiydimi, achiydimi? Endi savol, nega ichimizda shu narsa bo'lmaydi? Pul berib yubordim. O'rtoq senga ham berib yubordim desa, dugonasiga, "Nima menga to'laysan? Nima? O'zingcha endi meni o'zingdan boy deb o'ylayapsan, meni kamsitayapsan" deydi. Hatto shunaqa holat ham bo'lgan. Bir ayol kishi ginekologga borsa, analizlarda endi har xil infeksiyalar chiqib ketgan. Ginekolog ayol aytibdiki, "Seni eringdan yuqqan." Voy, men yerimni yaxshi ko'raman, ibodatli yerim, unaqa chapga o'ngga, levi pravi yuradigan odam emas. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib oila qilganmiz. Sen nimani bilasan? Sen uyda o'tirasan, men bilaman. Men nechtasini ko'rganman. Bu yomon qizida bo'ladigan infeksiya, seni eringdan yuqqan. U uyga kelganda endi qanaqa yechim qidirishadi xalqimiz bunaqa ich qotishda. Qistov keldimi, qarasa band turadi. Qarasa band, qaynam ketsin, qaynatan chiqib ketsinlar, men bo'lsin, anu bo'lsin deb vaqtini o'tkazib yuborgan. Endi to'g'ri chekka kelib qoldi bir qismi, qattiq bir kalbasadek qismi kelib qoldimi? Bu odam xijolat bo'lib kirmasdan ushab yuribdi. Seni bola olib kelishadi. Sassizga chiqib ketadigan teshikdan sassizga qallik mamnunmi? Katta kapchoni kalbasa kelib turibdi. O'sha ayolingiz masalan Dilnoza deydi. Dilnoza uylanganingizda ham shunaqa nervningmidi? Yo'q deydi. Suv ko'p ichmayman. Ha, nimaga desam, tahoratga ovqat. Nima qildi? O'shanga savob. Assalomu alaykum. Obunachilar, tuzumsizlar. Bugungi podkastimiz ko'pchilik so'ragan, ko'pchilikning muammosi, bugungi kunda global muammoga aylanib borayotgan qabziyat masalasi. Ko'p obunachilarimizdan keldi shu savollar. Shuna qabziyatga nima qilsak bo'ladi, qabziyatga nima qilsak bo'ladi deb. Shunga bugungi mehmonimiz yana sizlar kutgan va sizlar o'sha yozib ketgan Sobir Said. Sobir aka, assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Charchamasizlar. Ko'p obunachilarimizdan shunaqa savollar tushgan, ya'ni qabziyat masalasida. O'zi qabziyat nima o'zi? Qanaqa kelib chiqadi uni alomatlari yoki uni qanaqa bilsak bo'ladi? Qabziyat deb baholo olamiz. Qabziyat ich qotishi. Ya'ni Xalq orasida ich qotishi deb aytiladi. Ba'zi odamlardan biz so'raymiz, ich qotadimi, ich yaxshi keladimi desa, ha deyshadi. Ikkinchi savol beramiz. Har kuni keladimi desa, yo'q deyshadi. Necha kunda keladi? 2-3 kunda bir keladi. Ba'zi odamlarda 2-3 kunda ichini kelishi bu normal holat deb hisoblashadi. Bu yaxshi emas aslida. Ikkinchi kuni ichi kelyaptimi, o'sha insonni bu o'sha qabziyat degan diagnoz qo'yiladi. Ich qotish. Demak, bir kunda emas, 2 kunda bir keldi, o'sha qabziyat degan diagnoz qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Birinchi kunni bugun yegan ovqatingiz bugun tark etsa, bugun chiqmasa qanaqadir miqdorda bu o'sha qabziyatda. Endi qabziyatda nimaiki kasallik bo'lmasa, oldin uni sabablarini bilishimiz kerak. Nimaga qabziyat kelib chiqadi? Nimaga yosh bola bo'ladimi, yosh katta odam bo'ladimi? Sabablari ko'p. Ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu noto'g'ri ovqatlanish. 65%, 70% holatda noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni oziqa tolalari, kletchatka deymiz, kletchatkaga boy taomlarni iste'mol qilmaslik. Suv kam ichish. Jigar va o't qopidagi nosog'lomliklar. Ya'ni jigar safro chiqarib bersa, uni o't suyuqligini o't qop ushab o'zida kuchli konsentratsiyaga aylantiradi va 12 barmol ichakka qaydaydi. Bu kelib yo'g'on ichingni qituvlab, ichingni peristaltika deymiz, mana bunaqa valnobrazniy ishlab axlat massasini, kalorik massasini ichari chiqib ketish kerak. Ichidagi mikrobiotani nazorat qilib, uni balansini ushlab turadigan suyuqlik, o't suyuqligi. Ko'p odamlarda o't qobida toshi bor, zagib, zastoy, boy aytgandek yoki boshqa shunga o'xshagan muammosi bo'lgani uchun qabziyat kelib chiqishi ham mumkin. Endi yana bitta sabab bo'lishi mumkin, kam harakatlilik. Ya'ni ba'zi odamlar o'tirib ishlaydi. Kam harakat bo'lgani uchun ham u insonlarda keyinchalik qabziyat kelib chiqishi mumkin. Mana bizni e'tibor bergan bo'lsangiz, bironta odam operatsiya bo'ldi, jarrohlik amaliyotini o'tkazgandan keyin bir 20 kun, 15 kun yotib qoldi. Uni ich qotadi. Chunki harakatsiz yotibdi-ku, gipsda yotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, to'g'rimi? Yoki boshqa yondosh kasalliklarni ikkilamchi anaqasi bo'lishi ham mumkin. Masalan, qandli diabetda ham ich qotish kuzatiladi. Yoki boya aytgandek kamqonlikda ham ich qotish kuzatilishi mumkin. Boshqa ikkinchi kasallikni buni asoratlari nimalarga olib kelishi mumkin? Ya'ni qay darajada xavfli? Qabziyat ich qotishi, mana biz oddiy qilib tushuntirsak xalqimizga, tasavvur qiling, bugun oshxonadagi musurchilikdagi po'choq,
karishkamidi, piyozmidi va hokazo. Bugun chiqib ketmadi oshxonangizdan. Ertaga chiqib ketmadi, indinga chiqib ketmadi. O'zi qabziyat hamada har xil kechadi. Kimdadir 2 kunda bir, kimdadir 5 kunda, kimdir bir hafta. Haftalab kelmaydigan. 10 kunga kelmab, ancha muddatli kelmaydigan odamlar ham ko'p uchraydi. Og'ir holatlarda. Hatto oylab kelmaydigan odamlarni ham eshitganmiz. Oylab kelmaydi. To'rf bo'lib ketadi, yig'ilib ichaydi. Demak, boyagi musor chelikdagi axlat chiqib ketmadi. Bugun erta indinga 3 kun 4 kunlab qolib ketdi. Nima ko'payadi? O'sha chelikda. Mikrobmi? Qurt ko'payadi. Hatto chivinga o'xshagan hasharotlar keladi. Sasiydimi? Achiydimi? Endi savol, nega ichimizda shu narsa bo'lmaydi? Bu aniqki 7 bo'ladi-da. Bu chelikdagi temperatura balki pastroq, lekin ichimizda 36-37 gradus. Endi o'tdagi achigan, bijigan narsa limfa orqali qonga so'riladi va butun tanaga, qon orqali butun tanaga tarqaladi. Qabziyati bor odam, ichi qotadigan odam, sal negativ fikrlaydigan, hamma narsada yomon narsani ko'radigan, nervni, psix yoki yig'loqqa araschi yoki ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Shunaqa bir odatlari, fe'l-atvori shunaqa bo'ladi. Ba'zida bitta qizimiz kelgandilar, bizning o'quv kursimizda qatnashgan, dugonasini aytib berdi. Dugonam bilan avtobusda kelganmiz, qarasam anaqa u paytda endi проездной yig'ib yurishardi. Kelayotgan ekan, konduktor pul berib yubordi. O'rtoq, senga ham berib yubordim desa, dugonasiga, "Nima menga to'laysan? Nima? O'zingcha endi meni o'zingdan boy deb o'ylayapsan, meni kamsitayapsan" deb. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa deb ketardi. Chunki biz o'sha qabziyat temasini o'tayotgandik-da ularga. Qabziyati bor odam mana shunaqa fikrlaydi. O'rtog'im menga to'lab yuboribdi, endi so'mkamni ochib pulimni ko'lab o'tirishimni xohlamabdi degan narsa emasdi. O'zini kamsitilgan, xuddi yerga urilgandek hisoblaydi. Shunaqa odam bo'lib qolishi mumkin. Yana bittasi, qonni ifloslantirdimi, qon qatga boradi. Jigarga boradi. Jigarda muammolarni keltirib chiqaradi, tiqilmalarni hosil qiladi. Keyinchalik u odamda yuz terisida, peshonalarida dog'lar paydo bo'lishi, ayollarda ayniqsa, ular qayerga borishadi? Ichini to'g'rilamaydi ular. Ular Seradexin ichaman, Sano ichaman yoki Picalax, Difalax ichib keltiraman deyishadi-da, bu yoqqa qarashmaydi. Aslida kosmetolog uni chiroyli qilib qo'yadi qanaqadir muolajadan keyin, lekin muammo bu yerda, sabab bu yerda qolib ketdi. Yana sabab qolib, yana asolati bilan qaytalash mumkin. Teri qurishi kuzatilishi mumkin asolat. Yoki ayol kishi bo'lsa ginekologik muammolar, erkak kishi bo'lsa urologik muammolar. Unaqa ayollarda hatto shunaqa holat ham bo'lgan. Bir ayol kishi ginekologga borsa, analizlarda endi har xil infeksiyalar chiqib ketgan. Ginekolog ayol aytibdiki, "Sani bu eringdan buyuqqan" debdi. "Voy, men erimni yaxshi ko'raman, ibodatli erim, unaqa chapga o'ngga, levi pravi yuradigan odam emas. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib oila qilganmiz. Sen nimani bilasan?" debdi ginekolog. "Sen uyda o'tirasan" debdi. "Men bilaman" debdi. "Men nechtasini ko'rganman. Bu yomon qizida bo'ladigan infeksiya, seni eringdan yuqqan" debdi. U uyga kelganda to'polonni qilgan eri kelishi bilan. Eri shokda. Tuhmat ichida qolib ketdimi? Sal qolgan shu oilaning ajrashib ketishiga. Bitta shu ginekologga xato o'ylashi bilan. Uni ichi qotardi-yu kelinni. 4 kun 5 kunlab ichi kelmasdi. Ichi kelmagan odamda aniq infeksiya chiqaveradi ginekologik tomonlama. Uni yo'qotmasangiz, bartaraf qilmasangiz, bo'tga qarash foydasi yo'q. Jinsiy tomonlama. Ichi qotish yo'qotish kerak, ko'ryapsizmi? Endi yana nima olib kelishi mumkin? Soch to'kilishi, qabziyatdan ham kelib chiqishi mumkin. Qon quyuqlashishi, qo'l oyoqda uvishlar, qon bosimi, gemoglobin tushib ketishi. Chunki ichi qotgan odamda yana ishoning, boya cheligimizdagi oshxonadagi chelik 4 kun 5 kun 2 kun ichida qurt ko'paydimi? Chivin. Nega ichimizdagi jiji ko'paymaydi? O'tga ham keladi parazitlar. Ular ko'payishni boshlaydi. Yana vitamin minerallarni o'g'irlaydi yoki yana kamqonlik keltirib chiqarishi mumkin, bir-biriga bog'liq. Yoki yana keltirib chiqaradigan sabablardan bittasi uyqu buzilishlari, kechasi kun bilan tunni almashib qolishi, kunduzi passiv, kechasi aktiv, 1-2 kecha telefonda o'tirib uxlamaydi. Shunaqa. Psixodorilarga o'tishadi, uyqu chaqiradigan va hokazo va hokazo. Endi qanaqa yechim qidirishadi xalqimiz bunaqa ich qotishda? Yana bitta keltirib chiqaradigan sabablardan bittasi oxirgi payt shunaqa narsa ham ko'payyapti. Bitta ayol kishi shunaqa xonadonga kelin bo'lib tushgan, endi domda yashashar ekan. U yerda endi 2 o'g'sini bilan. O'sha to'rxonali domda 2 o'g'sini bu kelin ham tushgan. Endi hojatxona bitta-da. O'chirdi. Kelinni qistov keldi, u ham odamdek kirish kerak-ku. Qistov keldimi, qarasa band turadi. Qarasa band, qaynam ketsin, qayntam chiqib ketsinlar, men bo'lsin, anu bo'lsin deb vaqtini o'tkazib olgan. Endi undan bundan xijolat bo'lib, mana qarang, yo'g'on ichida axlat aylanib, yurib keldi-da, to'g'ri chekka olib kelib qo'yib qo'yadi. Qistovni signali bor deb bosh miyaga. Pastiga, pastiga o'sha ochadigan klapan bizning intellektimizga bog'liq. Ongimiz uni xohlasak ochamiz klapanni,
xohlamasak ushlab yuraveramiz. Endi to'g'ri ichakka kelib qoldi bir qismi, qattiq bir kalbasadek qismi kelib qoldimi, bu odam xijolat bo'lib kirmasdan ushlab yuribdi. To'g'ri ichakda so'rilish juda zo'r ketadi-da. O'shaning uchun svicha qo'yganda tez so'riladi. Temperaturasi bolalarga qo'yamiz va gemoroyga boshqaga. Bu yerda so'rilish prosess zaharni so'rib qo'ymasin, o'zini o'zi zaharlab intoksikatsiya bermasin deydi miya. Yo'q, tushib ketish kerak emas. Buni ochmayapti pastki klaton. Uni tepaga qarab itaradi. Ya'ni motorikani qarama-qarshi teskarisiga ishlatadi. Soat strelkasini bunaqasiga majbur yurg'izadi. Ayya, endi ichakning motorikasi ishdan chiqadimi? Peristaltik ishdan chiqadimi? Bo'ldi, o'tda o'sha ichak dangasi ichak, ya'ni o'lik ichak aylanadi. Axlat massasi keladi, peristaltik ishlamay o'tirib turib yig'ilib yotaveradi. Uni nima qilishadi? Boshida qabziyat sekin-sekinlik bilan rivojlanadi. Bir kun kelmagandan keyin senadiksindan boshlashadi. Aptekada arzimanga kapik ko'taradi. Keyin ertan-betdan ko'rib sanopana ichib ko'rishadi. Keyin qarasa ta'sir bo'lmay pikalakska o'tishadi, dufalakka o'tishadi, siroplarga har xil. Dozirovka ichganda keladi, ichmaganda kelmaydi. Buni oqibatida biz nimaga o'rgatamiz ichakni? Dangasalik. Doriga o'rgatamiz. Doriga o'rgatamiz, dangasi ichak qilamiz-da. Bizning maqsad dori kesib ishlaydigan bo'lmasa ishlamaydigan bo'ladi. Bizning maqsad ichakni ishlatish bo'lishi kerak. Endi hatto qani qabziyati bor odam kuchanadi-da. Yaxshigina kuchanadi. Tasavvur qiling, endi qo'pol bo'lsa ham, endi shu misol aytaman. Kichkina bolalarda ham hatto ko'ramiz biz. Kichkina bolalar olib kelishadi. Sassisga chiqib ketadigan teshikdan sassisga qalinlik mana bundaqmi? Katta kapchonli kalbasa kelib turibdi-da. Chiqib ketish kerak-ku. Kuchani urib, gemoroy orttirishadi. Yoki ichkaridagi to'g'ri ichida trishina, yirtilishlar, tushunasizmi? Qon ketishlar va hokazo. Men aytaman, nima beryapsiz bolaga? Mana bunaqa siropdan chiqib ketishga harakat qiling. Baraka topib ko'r. Instruksiyasini o'qinglar. Qo'lingizda telefon turibdi. Dunyodagi eng hamma ma'lumotlarni shu yerda turibdi. O'qib chiqing. Побочный действияsi, qanaqa nojo'ya ta'siri, qanaqa muddat ichish mumkin, uzoq muddat ichilmaydi bu narsa. Xo'p, qanaqa qilish kerak? Yechimiga o'tamiz endi. Qabziyatdan qutulish uchun jigarni tozalashimiz kerak. O't haydashimiz kerak tabiiy preparatlar bilan. Jigarni tozalash rastoropsha yordam beradi bizga. Artishok qisman. Tarkibida selenium bor-da, artishokda nima rastoropshada. Buni damlamalari bor dorixonalarda yoki har xil siroplar chiqib ketgan. Bularni ichishimiz kerak bo'ladi. Jigar tozaladik, o't haydadik. Ichakning peristaltikasi ishlash uchun, yaxshi ishlash uchun unga patogen mikrobi ko'payib ketgan edi. To'g'rilashimiz uchun bizga kletchatka kerak. Kletchatkani biz nimadan olamiz? Oziqa tolasini. Karam, yashang olma, sabzi, sabzavotlar, ko'katlar, mana bular kletchatkaga boy. Pomidor bodringda kletchatka juda ham kichik mikrodozada. Kletchatka degani oziqa tolalari o'sha ichidagi foydali bakteriyani boqadi. U hazm bo'lmaydi bizda, chiqib ketadi, lekin ichidagi bakteriyalarni ham tozalanadi, chiqib ketadi. Kletchatkaga boy. Keyin ko'p suv ichish. Unaqa odamlar o'zi kam suv ichadi. Yo'q, men suv ichmayman deb qo'yishadi. Nima? Suv ichsa ko'nglim ayniydi. Mayli suv ichmasangiz, o'rik bilan turshakni ozgina damlab, olxo'rini qoqsin damlab iching. Mayli nimadir yoki limon bilan nimadir damlab iching, farqi yo'q. Suyuqlik kirish kerak. Suyuqlikni ko'paytirish kerak, kletchatkaga boy taomlanish kerak va jismoniy harakat. Maxsus mashqlar bor, YouTube'ga ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Упражнение Kadzudo Nishi ilmoli bilan yozilsa, 5 minut bajaradigan mashqlar bor. Ularni qilishimiz mumkin, упражнениyalarni. Boy aytganimizdek, jigarni tozalaymiz, o't haydaymiz. Shu bilan birgalikda podorожник zubturumni urug'ini shluxasi bo'ladi. Tilim kelyapti hozir. Psyllium. Uni uzun marketdan ham, ertan-betdan topsa bo'ladi. Ana o'shani ham damlamasini ichib turish mumkin. Yoki bitta oddiy retsept bor, qatuvga kechqurun unaqa odamlarga bir kosa qatiqqa muzdek bo'lmasin faqat. Dorixonalarda anaqa sotiladi. Bug'doyni kepaga. Slim deb yozib qo'yishgan. Tozalab yuvib, o'shani tadbirkorlar kepaga qilib chiqarib qo'yishgan. 2 qoshiq kepaga qo'shiladi qatuvga. 1 choy qoshiq yoki 2 choy qoshiq. Endi qabziyat qanchalik 4 kun 5 kundan o'tsa 2 qoshiq qo'shsa ham bo'ladi. Bir chimdim imbir kukuni, zanjabil kukuni, bir chimdim, ikkita barmoqni olib qo'shiladi. 1 choy qoshiq limon qo'shish mumkin so'kidan. Ozgina ichakning mikroflorasi uchun ukropni svejisidan damlab aralashtiriladi. Kechasiga shuni ichib yotsa ham ozgina ichi yengil kelishiga yordam beradi. Bizning maqsad ichni keltirib qo'yish narsa emas-da. Ich suruvchi vositalar, tabiiy narsalar to'g'ri yotibdi. Bizning maqsad dangasa ichakni ishlatib qo'yish. Ichak ishlamadimi, ichakdagi mikroflora buzildimi, B guruh vitamini, B6, B12 vitaminlar
ichida yog'on ichida sintez bo'lar ekanda. Bu yetishmayaptimi? U aniq u nervniy psix bo'ladi. Gap ko'tara olmaydigan, arzimagan erini yoki qaynonasini gapiga jahli chiqib gap qaytaradigan kelinlar masalan yoki va hokazo. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa yoki yaqininglarda bo'layotgan bo'lsa, shu videoni ulashib qo'yinglar. To'g'ri, ular mana shunaqa xotinlar kelib qolsa, aytaman, o'sha ayolingiz masalan Dilnoza deylik. Dilnoza uylanganingizda ham shunaqa nervniymi deyman. Yo'q deydi. Mana shu yaqin 5 Menga tegandan keyin mana shu yaqin 5-4 yil ichida shunaqa bo'lib qoldi. Buni endi siz o'sha Dilnozani kasalligi deb qarang, o'zi emas, o'zi yaxshi-yu, to'g'rimi deyman. Tili uni kasalligidan deyman. Siz mana shu kasalligini yo'qotaylik, keyin o'zi oldingi Dilnoza yaxshi bo'lib qoladi. uylangan paytingizdagi Dilnozaga qaytadi desam, keyin sal tushunishadi. Xafa bo'lmang, uni gapidan jahl chiqib yana oila anaqaga buzilib ketmasin deyman. Organizmga ta'sir qilar ekanda u, miyaga. 100%. Chunki qonni tarkibini buzyapti-yu. Buzilgan qon qayerga boradi? Bosh miyaga ham boradimi? Ifloslangan qon kelgan miyadan ifloslangan fikr chiqadi. Yana nima qarang, oqibatga olib keladi. Eng yomoni o'sha gemoroyga kecha olib kelishi, bolalarda ayniqsa, yosh bolalarda. Ota-onalar svicha tiqadi-da, glitserin svichani. Bo'ldi, kelyapti-yu. Bu oldini olmasa, keyin haftaga o'tadi, 10 kunga o'tadi. Keyin uni joyiga keltirish sal qiyin bo'ladi. Keyin sirop bersa ham, svicha tiqsa ham kelish qiyin bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'lganmi o'zi? Bolalarda shunaqa gemoroy bilan kelishgan. Ko'p bizga ko'p kelishgan bunaqa bolalar. Lekin o'sha aytamiz, hamma narsani chorasi bor, tabiatda chorasi bor, dori qo'llasa chorasi bor. O'shani ota-ona qunt bilan bajarib borsa, ketma-ketligini to'g'ri qilib turib ketsa bo'ladi. Endi to'g'ri, masalan, men ayta olmayman. Aytaylik, misol uchun 60 ga kirgan odam, lekin 40 yildan beri qabziyatdan qiynalib yuribdi. Endi u ichakni ishlatish endi sal qiyin masala. Biz endi ishlatib bo'lmaydi deb ayta olmayman. Meni haqqim yo'q. Ishlab ketish ham mumkin, lekin qiyinroq bo'ladi. Men eshitganman, ko'pchilik o'zim yaqinlarimda ham bo'lgan. Shu 50 yoshdan oshgandan keyin ko'p uchraydi deydi qabziyatda. Ya'ni yosh katta odamlarda. Buni sababi nimada u? Ko'p uchrashi. Yondosh kasalliklar ko'proq yosh katta odamlarda modda almashinuv sekinlashadi. Masalan, sizni aytaylik 7 yoshli bolangiz yegan ovqatni o'sha 50 yoshli odam yemaydi aslida. Kam yesa ham ularning vazni oshib ketaveradi. Yon bosib, semirib, to'lashib. Modda almashinuv sekinlashadi. Endi yillar davomida o't qopida muammolar kelib chiqadi. Aniq. Kirsangiz, ularda ham tosh yig'ilibdi, o'tingizda gap ekan, u ekan. Jigari ifloslanishi, bular hammasi yo'g'on ichakka ta'sir ko'rsatadi, o'zini ta'sirini. Ichakning mikroflorasini buzilishi, kelib chiqishi tayin. Shuning uchun bular ham chiqib ketishi mumkin. Katta odamlarga bizga eng yaxshi narsa harakat. Harakatdan yaxshi. Harakatda bo'lsa, ichak ham shunda harakatlanadi. Peristaltikasi. Peristaltika ishlashi uchun, normada ishlashi uchun qon yaxshi, limfa yaxshi aylantirish kerak bizda. Endi masalan 5000 qadam yoki 10000 qadam. Agar ularda bo'g'imlarda artroz yoki o'sha tazobedreniy sustavda ko'ksartroz shunga o'xshagan jiddiy bo'g'im kasalliklari bo'lmasa, bemalol yurish mumkin. 5000-10000 qadam ertalab bomdoddan keyin chiqib sayr qilish yoki kechqurungi ovqatdan keyin yurish ham qanaqadir miqdorda qabziyatdan qutulishga yordam beradi. Suyuqlikni ko'p ichish. Bizning xalqimiz qanaqa choy ichadi, suv ichadi, bilasizmi? Ana siz ham shunaqa qilsangiz kerak, menimcha. Ana ertalab choy ichib ketdingiz, suyuqlikni hamma suv iching deb aytishyapti. Televizorda ham shu, hamma qachon ichish kerak, bu haqida informatsiya kam. Qachon ichamiz? Biz qachon chanqasak suv ichamiz. Bu xato. Suvsizlanish boshlangandan keyin pajar kelishi foydasi yo'q-da tanamizga. Qachon suv ichamiz? Ertalab choy ichib chiqib ketdingizmi, ishxonangizga keldingizmi, 1,5 soat o'tdimi, 2 soat? Bo'ldi, xonangizga choymi bu, mayli nima bo'lsa ham, qaynagan suvni olib kelib bir xo'p bilan bir piyola ichaverasiz. Obedga yaqinlashganda bir 40 minut, yarim soat qolgan to'xtatasiz. Endi siz shuncha vaqt davomida taningizni suvga bo'lgan ehtiyojini qoniqtirib oldingizmi? Suvga to'yintirganingizdan keyin kirib 5 barmoq shilpildoq yeysizmi, qozonga olib qaziqar deymizmi? Unaqa kuchli chanqoq sizni qiynamaydi. Chunki suvga to'yindi-da. To'yin bo'lgan. Biz qanaqa qilamiz? Biz obed qilib ketdik. Ishni bilan yurimiz, obed payti bo'ldi, obedga kirdingiz, choyingizda choyni qo'ydingiz, kafeda bitta bo'lsa, hech kim choy ichib olay, keyin ovqatimni salatimni yeyman demaydi. Lab ana uni tiqishib qo'ydi bo'ladi. Qorin ochdi. Miyani tinchlantirish kerak-ku. Yeb olamizda, keyin og'iz risk quriydi. Ana keyin choy ketaveradi deb. Choyni olib kel choy, ko'k choy olib kel, qora choy olib kel, o'tirib. Qorinni qap qaytirib, keyin ustidan suv tashlaysiz. Bu o'zi noto'g'ri-da. Chunki ovqat tushdimi, ustidan qancha suyuqlik tashlamasangiz ham bu
Sekin kengayib oshqozonni ham kengaytirib Keng. bu birinchisi. Kislotani tarkibini pasayishiga, fermentlarni tarkibini o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Suv oldin berib olsak, to'yintirib olsak, keyin ovqatdan keyin kuchli chanqoq qiynamaydi. Shuni to'g'ri qilish kerak. Qabziyati bor odam shunaqa. Uyda bitta qancha suv ichasam bilmayman, yaxshi ichaman deydi. Yaxshi hech qancha. Men bilmayman u deyman. Ichaman-da endi bir O'zi pelet. qancha norma suv? Tana bir vazni kunda? yaxshi. Tana vazniga qarab hisoblanadi. 1 kilo tana vazniga 30-40 millilitr atrofida. Masalan, 70 kiloli odamni 30 ko'paytiring, 2,1 litr bo'pti. Bu salqin kunlarda. Yoz oylarida, issiq kunlarda bu endi 50 millilitr Bu endi mumkin. alohida suv bo'lishi shart emas shekilli. Qanaqadir Aa, choy, mayli, umuman kun hozir shunaqa davomida ko'rinishda diye. choy davom endi to'g'ri, choy ko'rinishda bo'ladimi? Bu Suv sutkali. ko'rinish bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. Ba'zi odamlar men deydi suv ko'p Suv ichmayman. icholmayman. Ha, nimaga desam, tahoratga ko'p qatnayman deydi. Nima qilibdi deydi. O'shanga savob-ku. Tahoratni shu ertalabki bilan xuftonni o'qib qo'ysalar-da. Icham kelmasa keyin pochkadagi tuzga rozi bo'ling deyman-da. Pochkadagi toshingizga rozi bo'ling. Pochka buyrak nimani yaxshi ko'radi? Suv yaxshi. suv yaxshi ko'radi. Qancha sirkulyatsiya tez bo'lib tursa, suv yaxshi aylansa, mayda kristallar o'tirmaydi. Qancha suv kam ichdingmi, qon quyulashdimi, bu yerdagi sekin aylanayotgan joyda kristal tuz bo'libdi, prustib berdi, tuqqanday bo'ldim deydi erkaklar. Tug'magan bo'lsa ham. Shuning uchun suv ichmasak bo'lmaydi. Suv ham biz yeyotgan meva, sabzavotlarning tarkibida nima ko'p? Pestitsidlar, gerbisidlar, kimik moddalar ko'p, to'g'rimi? Dori bermasa, o'sha sabzavotmidi, u mevamidi, daraxtmidi kasal tushyapti. Dehqon ham tavakkalchi-da bechara. Albatta. Dehqon tavakkalchi. Bu yil ekdimi kartoshkasini, piyozini, mevasini, Nima bo'lishini ha, dorini bermasa, yer hosil bermayapti. Massiv 10 qop bo'lmaydi, 20 qop beradi. Kerak bo'lsa. O'sha tarkibda qoladimi meva sabzavotlarni? U bizning ichimizga kiradimi yeganimizdan? Endi uni chiqindisini qayerdan chiqadi? Peshob bilan, axlat bilan, ter bilan. Uni chiqarish uchun nima kerak? Suv kerak. Suv ichmaganda mamlat deb qo'yish. Ota-bobolarimiz ham unaqa ichishmagan. Yo, ota-bobolaringiz davrida yashab ko'ring. U paytda stress bo'lmagan. Mana buni o'zi bitta telefon stressda. Televizorni ko'rdingiz, stress, palon pistonchini undoq qilib qo'yibdi, palonchi yulduz pistonchini. Men aytaman, bunaqa mikro makro stresslarga berilmanglar, chiqib ketinglar deyman. Asosiy sizni hayotingizga ta'sir qiladigan narsa nima? Masalan, oxiratingizga ta'sir qiladigan narsa ularning ko'ring. Sog'lig'ingizni o'zgartirishingiz mumkinmi o'zingiz? Ularning ko'ring. Siyosatni o'zgartira olasizmi siz? Yo'q. Yo'q, men ham o'zgartiraman. Menga o'tdagi stress kerak emas-da, qisman. Yoki dollarning kursini Ko'tarilib tushib ketishi ham bizga bog'liq. menga qiziq emas u. Shuning uchun kerak emas narsalardan uzoq bo'lish kerak. Mikro stress ham bizada tez jahilimiz chiqishi, arzimagan narsaga asabiylashish va kerak emas narsalar stresslar ham ichki organlar, ayniqsa o't qopini mushaklari juda sezuvchan. Spazm uchdi deydi, o't suyuqligini tomizmaydi 12 barmoq chakka. Yoki o't suyuqligi bilan oshqozon osti bezidan kelayotgan kanal ikkalasi bir-biriga qo'shiladi, 12 barmoq ichakka ulanadi. Sfinkter o't deyiladi. Juda ham uchustuychini. O'sha ichakka tushadi-da u suyuqlik. Bundoq spazm uchrab yopildimi, bu yerda dimlarni chaqiraveradi-da, bo'ldi. Bunga ham sabab, endi bitta sabablardan bittasi qabziyat chaqirishi mumkin. Demak, stresslardan uzoq bo'lish kerak, asabiylashmaslik kerak, xotirjamlik bilan suv ko'p ichish kerak, harakat, kletchatkaga boy taomlar, jigar faoliyatini yaxshilash, o't haydash va shunga o'xshagan kompleks narsalar. Shularni qilsak, bu o'zi bitta tema buni o'zi yengilroq yechim berishimiz mumkin bo'ladi. Sobir aka, rahmat sizga kattakon Salomat tashrifingiz uchun. Siz ishlaringizga yana bir marta omad tilaymiz. Rahmat o'zingizga. Kelajakdagi bo'ladigan ishlarimizga sizni hamkorlik sifatida chaqirib olsa, yo'lmaydigan, yo'lmaysiz degan vaqtimiz umidamiz. tugab qolibdi, gapimiz ham tugalib qoldi. Shu tugatib qo'ydigan 5 gacha vaqtimiz borligingizga. Bo'lmasa gapiradigan narsalarimiz ko'p. Xudo xolisi bunaqa ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha berishga harakat qilamiz. Endi ilm Allohnikida. Albatta. U berilgan odamga nima Ushab qolish. qizg'anish kerak emas, uni uzatish kerak-da. Biz bitta uzatuvchimiz. Agar hozir vaqtimiz qisqaligi uchun to'xtab qoldik, yana bu haqidagi bemalol. Xudo xohlasa yana alohida aynan qabziyat bo'yicha ichiga kirib detalni yondashga harakat qilamiz. Buning uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa videolarimiz, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, do'stinglarga, yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar va kommentariyada alohida o'sha savollaringiz bo'lsa yozib boringlar, biz bilaylik qay darajada sizlarga manfaatli videolarni tayyorlayapmiz o'zi. Chunki bolalar bor, bu yoqda orqada shuncha komanda ishlab turishibdi, sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim.
bizani kelajakdagi qadamlarimizda o'sha sizlarni fikringlardan foydalanib, Xudo xolasa yaxshi mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.